Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz va muhtaram kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda yana tariqat va tasavvufga nazar nomli suhbatimizni 3-bo'limidan davom etamiz. Ma'lumki, so'nggi vaqtlarda tariqat va tasavvufni o'rgatuvchi, unga targ'ib qiluvchi bir kitobdan suhbat qilyapmiz. Bugun ana shu kitobni silsila bo'limidan boshlab sizlar bilan mana shu tariqat va tasavvufni tahlil qilib, mana shu kitob ustida fikr mulohaza yuritamiz. Xo'p, tariqatda silsila degan narsa bor. Tariqatda 3 ta silsila bo'lib, uchalasi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib taqaladi. Xo'p, 3 xil silsila bor ekan. Birinchisi Sayyidul Koinot Rasul akram sollallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abu Tolibga, u zotdan o'g'illari Sayyidul Vahdo Imom Husaynga deb davom etyapti. Ikkinchi silsila Sayyidul Koinot Rasul akram sollallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abu Tolibga, u zotdan shogirdlari Hasanul Basriyga, keyin Habibul Ajamiga deb davom etyapti. Xo'p, eng asosiysi uchinchisi. Nima uchun asosiy? Chunki mana shu 3-silsila bo'yicha bular mana shunday shirkiy va buzuq e'tiqodlarni davom ettirishadi. Uchinchisi Sayyidul Koinot Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrati Salmon Farsiy, Hazrati Qosim Muhammad, Hazrat Ja'far Sodiq, Hazrat Shayx Bayazid Bastomiy, Hazrat Shayx Abul Hasan Araqoniy, Hazrat Shayx Abu Ali Formadiy, Hazrat Shayx Yusuf Hamadoniy, Hazrat Hoja Abduxoliq G'ijduvoniy, Hazrat Hoja Orif Devgariy, Hazrat Hoja Mahmud Anjir Fag'naviy, Hazrat Hoja Ali Romitaniy, Hazrat Hoja Muhammad Boboiy Samosiy, Hazrat Hoja Said Mirkulol, Hazrat Hoja Shoh Bahodir Muhammad Naqshband Buxoriy Uvaysiy, Hazrat Hoja Aloddin Attor, Hazrat Mavlona Yaqub Charxiy, Hazrat Hoja Ubaydullo Ahror, Hazrat Shayx Muhammad Zohid, Hazrat Shayx Muhammad Darvish, Hazrat Shayx Hojagi Emganaki, Hazrat Shayx Muhammad Boqiy, Hazrat Shayx Imom Rabboniy Ahmad Foruq Sarxandiy, Hazrat Shayx Muhammad Ma'sum, Hazrat Shayx Sayfuddin, Hazrat Shayx Said Nur Muhammad Badvoniy, Hazrat Shayx Shamsuddin Joni Jononi Mazhar, Hazrat Shayx Abdulloh Dehlaviy, Hazrat Shayx Xolidi Bag'dodiy. Bu silsilani nima uchun bular mahkam ushlaydi, bunchalik qattiq e'tibor beriladi? Ism shariflari boshqalarigacha. Chunki bular duoda mana shu insonlarni deyarli doimiy vasila qiladi va vosita qiladi. Duolarda shirk qo'shishda asosiy mana shu ismlardan foydalanishadi. Buni birozdan keyin guvoh bo'lamiz. Endi bu kitobni xatm bo'limidan davom etamiz. Xatmi hojagon degan narsa bor tariqatda. Ayniqsa Naqshbandiy tariqatida xatmi hojagon deyiladi. Mana shu xatmi hojagon o'qish vazifasi yuklatiladi. Keling bu haqda ham tanishib chiqamiz. Xatmi hojagon Naqshbandiy tariqatida ismi zot Alloh, nafiy isbot la ilaha illallohdan keyingi o'rinda turadigan maxsus virdlarning afzal sanaladi. O'tgan ulug' mashoyixlar har qanday hojatlarini, e'tibor beramiz. O'tgan ulug' mashoyixlar har qanday hojatlarini, murodlarini hosil qilishda, balolarni qaytarishda, dushmandan g'olib kelishda, hasadgo'ylarning hasadlaridan xalos bo'lishda, vatanni dushmandan himoya qilib zafar quchishda, oliy darajalarga erishishda, tajallilarning hosil bo'lishida xatmi hojagondan foydalanilgan emish. Xatmi hojagon ulug' pirlar Ja'far Sodiq, Bayazid Bastomiy, Abul Hasan al-Xorqoniylardan piri komilimiz Shoh Naqshbandga meros bo'lib qolgan. Ma'lum bo'lyaptiki, payg'ambar alayhissalom bunday xatmlar uyushtirmagan, tashkil qilmagan. Ma'lum bo'lyaptiki, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uzoq yillar, asrlar o'tgandan keyin bu narsalar tashkil bo'lyapti. Va buni qarangki, bu xatmi hojagon nima maqsadda o'qilar ekan? Har qanday hojatlarni, murodlarni hosil bo'lishida deyapti. Avvalgi suhbatimizda aytgandek, mana shunday asossiz, manbasiz, ishonchsiz bo'lgan yolg'on va'dalar asosida uydirilgan narsalardan iborat bular. Mayli, bunga to'xtalmaylik. Avvalgi suhbatimizda bu haqda bayon qilgan edik. Davom etamiz. Xo'p, xatmi hojagon nima? Xatmi hojagon Naqshbandiylar tariqatida ko'pchilik bo'lib ijro etiladigan zikrdir. Uning o'qilish tartibi 100 marta istig'for, 7 marta Fotiha surasi, 100 marta salovat sharif, 79 ta Sharh surasi, 1001 marta Ixlos surasi, 7 marta Fotiha surasi, 100 marta salovat sharif aytiladi. Va 8-si silsilai sharifni qo'shib o'qisa a'loroq bo'lur, deyapti. Buni yana
ta'limotlar bor. Orada qanday qilish kerak, nima qilish kerak, e, pir nima qilib turadi, yanidagi xalifalar nima qilib turadi, murid nima qiladi, ta'limoti bor. Endi oxirroqdan o'qiymiz. Undan keyin chap tomondagi 7 kishi Fotiha surasini o'qiydi. Keyin yana salovat sharif o'qilib, pir duoga qo'l ko'tarib, silsilai sharifni o'qiydi. Ko'ryapsizmi? Pir duoga qo'l ko'tarib, duo kimga qilinishi kerak edi? Allohga. Kimni yod etilishi kerak edi duoda? Faqat Allohni. Bu tariqatda nima deyilyapti ta'limotiga ko'ra? Pir duoga qo'l ko'tarib, endi yanida muridlar bor xatmi hojigondan keyin silsilai sharifni o'qiydi. Silsilai sharif nima edi? Hozir sizlar bilan birgalikda 30 ta insonning nomini aytib o'tdik, a? Salmon Forsiy, Ja'far Sodiq, Boyaz Bassoniy, Abduxoliq G'ijduvoniy falon falon deb. Ana shu insonlarning nomi aytiladi. Ya'ni Allohga qo'shib ularga ham duo qilinadi. Allohga shirk keltiriladi. Iymondan mahrum bo'lishga mana shunday targ'ibotlar bo'ladi. Biz mo'min musulmonlar esa aslo va aslo duolarimizda Allohdan boshqa hech kimga iltijo qilmaymiz. Nima uchun bunday o'qiladi? Chunki bu insonlarning barakoti keladi. Mana shu insonlarning hurmatidan Alloh duolarimizni qabul qiladi deydi. Va ba'zi bir ta'limotlarga ko'ra ana shu pirlarni ismlarini aytsak, silsilani aytsak, ana shu insonlarning ruhlari keladi. Ularning ruhi kelganda barakat keladi, bizga Allohning rahmati yog'diradi deb shunaqa uydirmalar, yolg'on safsalatalar bor. Hatto bu narsalarga to'xtalmagan taqdirda ham duoning o'zida buni shunday 20 dan ortiq 30 ga yaqin insonni ilohlashtirib, yarim xudo darajasiga olib chiqilgan insonlarni Alloh uchun duo qilgani, qo'l ko'targanda ularni avvalo nomlarini zikr qilishi bu ya'ni shirkdan boshqa narsa emas. Keyin nima deyapti? Silsilai sharifni o'qiydi. Jamoat duoga qo'l ko'tarib omin deb turadi. Duoi Fotihadan so'ng zikr nihoyasiga yetgan bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar duodagi shirkning razolati. Xo'p, topda undan keyin nima deydi? Xatmi hojigon, xatmi anbiyo, lutfi ehson, sifatli duolar, masalan, g'azabdan asrovchi duo, turli shunaqa duolar, ta'limotlarni keltiryapti. Bunga to'xtalmaymizda. Qur'on qalbining xosiyatlari, ya'ni Yosin surasining xosiyatlari haqidagi bayonotiga to'xtaymiz. Nima deyapti bu yerda? Yosin Qur'onning 36-raqamli surasidir. Bu suraning ta'rifi yuqorida bayon qilindi. U bandani qiyomat chanqoqligidan asraydi. Qiyomat kuni barcha insonlar tirilib, och yalang'och holda bo'lishadi. Suv ichay desa suv yo'q, soyga o'tay desa birorta daraxt yo'q. Oftob insonlarga yaqin kelib hammani kuydirib turgan paytda Yosin surasini ixlos bilan o'qigan insonlar chanqoqlikdan saqlanib qoladi. Quyosh ularga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Shubhasizki, bu narsa yolg'on. Allohning nomidan, qiyomat nomidan, din nomidan to'qilgan uydirmadan boshqa narsa emas. Hech qanday buni ishonchli dalili yo'q. Bu tariqatlarda asosan mana shunaqa insonlarni Qur'onni tushunib o'qishga, tushungan narsasini amal qilishga va boshqalarga ham mana shu ilm yoyish, ma'rifat taratish, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish degan ularning bir tamoyil g'oyalari yo'q. Qur'onni faqat tushunmasdan o'qiydi va Qur'onni tushunish uchun emas, nima maqsadda? Ana shu chanqog'im bosilsin, qarzim uzilsin, muammoyim hal bo'lsin, mana shu narsalar uchun o'qiladigan bir olat darajasiga olib kelingan tariqatlarda. Mana ko'rib turibsiz, Yosin surasini nima uchun o'qilishi, nima maqsadda o'qilishini bayon qilyapti. Avvalgi suhbatimizda Mulk surasini boshiga nimalarni solganini ko'rgandik. Endi payg'ambarimizning qo'rg'onlari nomli bo'limdan davom etamiz. Xo'p, Qur'oni Karimning Baqara surasida bir oyat borki, bu 255-oyatga Oyatul Kursiy deyiladi. U Qur'on oyatlarining sayyidi, ulug'i, mo'minlarni dev u jinlardan, parilardan asraydi. Ko'ryapsizmi? U Qur'on oyatlarining sayyidi bo'lib, Oyatul Kursiyda aytyapti, ulug'i bo'lib, mo'minlarni dev u jinlardan, parilardan asraydi. Yo'q, qanaqa dev, qanaqa parilar? Har qanday sehrlarni rad qiladi. Bu muborak oyat Hisnun Nabiy, ya'ni payg'ambarimizning qo'rg'oni deb ham ataladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yotishlaridan oldin uni 7 marta o'qib, atroflariga dam urib yotganlar. Mazkur oyat o'qilgan yoki osib qo'yilgan joyga dev u jinlar kirolmaydi. Uni o'qib yurgan mo'minlar ezgu murodlarga erishishi mumkin. Unga teng keladigan oyat Tavrot, Injil, Zaburda ham bo'lgan emas.
Bu gaplari ham yolg'on. Allohning avvalgi ilohiy kitoblar ham Allohning so'zlari bo'lgan va Alloh taolo barcha payg'ambarlarga Robbimiz Qur'onda o'zini qanday tanitgan bo'lsa, boshqa payg'ambarlarga ham tanitib o'tishgan. Bu gaplar ham yolg'on. Bundan avvalgi, ya'ni dev, pari, jinlardan asraydi. O'qiganlarda yoki o'qimasa ham osib qo'yilgan joyga devu jinlar kirolmaydi. Bularning hammasi yolg'on, asossiz uydirma. Yana bu yerda bir qancha hikoyat, rivoyatlar bor. Nima emish? Mashhur sarkarda Qutaybaning o'g'li hikoya qiladi. Yana bitta yolg'on. Undan keyin ulug' avliyolardan biri Hoji Ibrohim afandi o'z muritlari bilan safarda ketayotganda birdan qattiq shamol turib, zo'r aralash yomg'ir yog'a boshladi. Berkinishga boshpana bo'ladigan joy yo'q. Hamma yoq qop-qorong'i ekanidan yo'l ham ko'rinmay adashib qolishdi. Ibrohim afandi muridlariga Oyatul Kursini o'qishga va la yaudu hifzuhuma va huval aliyyul azimni 70 marta takror qilishga buyurdilar. 70 ga yetganda yana oyatni boshidan boshlab shu tariqa o'qiy boshladi. Shunda ular ustidagi bulut ketib, oftob charaqlab ko'rindi. Yomg'ir esa atroflariga tushib, ularga tegmasdi. Yolg'onni qarang. Oyatul Kursini shuncha o'qigan ekan. Quyosh charaqlab chiqib, bulutlar tarqalib, yomg'ir yog'yapti ekan. U yomg'ir ularni ustiga yog'masdan yonlarida yog'yapti ekan. E'tibor berasizlarmi? Qarang, shunda ular ustidagi bulut ketib, oftob charaqlab ko'rindi. Yomg'ir esa atroflariga tushib, ularga tegmasdi. Shu holda shaharga kirib borishdi. Barcha tomonda yomg'ir bo'lib, ularning ustida oftob charaqlab, yomg'ir tushmayotganini ko'rgan odamlar taajjublanib tomosha qilishar edi. Manzilga yetganda Ibrohim afandi muridlariga agar murodlaring hosil bo'lishidan qiynalib qolsalaring yoki boshlaringga mushkul ish tushsa, Oyatul Kursini shu tartibda o'qinglar. Alloh murodlaringni muyassar qilib, kulfat va balolardan xalos qilur deb shu tariqa o'qishga ruxsat berdilar, deyapti. Oyatul Kursining fazilatlari nihoyatda ko'p bo'lib, uning barchasini bu kitobda keltirish imkoniyati yo'q. Ahli fahm bo'lgan kishilar o'zlari bilib oladilar deb umid qilaman, deyapti. Yaxshiyam shu joyda to'xtatganingiz, bo'lmasam yana mo'min musulmonlarni boshini yolg'on, xurofot uydirmalari bilan to'ldirib, miyasini aynitgan bo'lardingiz. Yaxshiyam bo'lgan ekan shu joygacha yozganingiz. Bu yerda ham mana Oyatul Kursini uni o'qisangiz bu bo'ladi, buni o'qisangiz bu bo'ladi deb turib, yana boshqa gangitishdan boshqa narsaga qo'l uritmagan. Agar Oyatul Kursini o'qisa shunday hamma murodi maqsadlariga erishadigan bo'lsa, nima? Payg'ambar alayhissalom bilmaganmi? Sahobalar bilmaganmi? Toifda toshbo'ron qilinganda nima shunaqa bulutlar qo'rg'on qilib, himoya qilib, boshiga yoki badaniga tosh tegmaydigan qilib qilsa bo'lmasmidi? Bilmaganmi? Ya'ni mana shu Mehmet Pirmi kim? Ibrohim afandidan ham johil bo'lganmi janob Rasululloh? Axir Qur'on o'qishiga nozil bo'lgan-ku. Siz janob ushbu kitobning mualliflari boshqalari bilmasmidingizki, bu payg'ambar alayhissalom to qiyomatgacha yashaydigan musulmonlarning ichida eng Qur'onni yaxshi to'g'ri tushungan insonligini, Qur'on ilmini qolganlarga nisbatan yaxshi bilganligini. U kishi bilmagan narsani qanaqa qilib endi Ibrohim afandi bunaqa xususiyatlar paydo qilyapti? Qanaqa bu yolg'on payg'ambar alayhissalomga berilmagan bunaqa bir g'ayritabiiy mo'jizalar qanaqa qilib Ibrohim afandi bunaqa mendan bo'lgan yoki uni uydirma gaplarini siz musulmonlarga ishontirish uchun bunaqa kitoblarga kirityapsiz? Toifda toshbo'ron bo'ldi. Janglarda qonga belandi. Qancha musulmonlar vafot etdi, shahid bo'ldi, qurbon bo'ldi. Biron bir jangda janob Rasululloh shu Oyatul Kursini o'qisam menga o'q tegmaydi yoki chanqamay qolamiz, och qolmay qolamiz degan joyi bormi? Biron bir sahoba shu ishni qilganmi? Qilmagan. Demak, johil bo'lganmi? Bilmaganmi? O'zlari o'qib amal qilayotgan ushbu suralarni, oyatlarni shunaqa xossalari borligini nima bilmaganmi? Yoki bilsalar ham amal qilmagan, beamalmi ular? Siyar kitoblari, tarixiy manbalar, bu hayot kitoblari ko'rsatib turibdi. Juda qiyin ahvolda qolishgan. Makkadalik davrida tamoman bir ta'ziq, zulm, jabr, qiyinchilikda yashashdi. Madinaga ko'chgandan keyin ham qanchadan qancha bir janglar, jiddiy bo'ldi. Hammasida qiynaldi. Handakda u juda uzoq vaqt
och qolishdi, chanqoq qolishdi, sovuq qolishdi. Bitta duoni qilib, bitta surani oyatni qanchadir raqam bir son sanog'ini o'qib qo'ysa, yog'ayotgan yomg'ir o'ziga tushmay atrofga yog'adigan darajada, tanqamaydigan, qorni to'yib qoladigan bo'lib qolsa, bu hayot boshqacha bo'lardi. Ta'sir, hazrat, yetar insonlarni boshini aylantirish. Yetar bu uydirmalarni Alloh nomidan, Rasul nomidan, din nomidan deb kitoblar qilib yozib chiqarish. Xo'p, yana davom etamiz. Boylik keltiruvchi sura. Voqea surasi Qur'onning 56-surasi bo'lib, mo'minlarni qashshoqlikdan asraydi. Qarang, mo'minlarni qashshoqlikdan asraydi. Sahoba Ibn Mas'udning qizlari ko'p bo'lib, o'g'li yo'q edi. Keksayib qolgan paytlarda Rasulullohning 3-xalifalari Hazrat Usmon Zinnurayn, Alloh zotlari rozi bo'lsin, Ibn Mas'udga anchagina oltin hadya qilganlarida, men qizlarimga Voqea surasini o'rgatganman deb hadyani qabul qilmaydilar. Kimda kim Voqea surasini o'qib yursa yoki ixlos muhabbat bilan o'ziga hamroh qilsa, eshiting. Kimda kim Voqea surasini o'qib yursa, biladigan, o'qishni biladigan, Qur'onni ochib o'qish biladigan yoki yodlab olgan insonlar bo'lsa, o'qib yursa-da. Yoki, ya'ni yoddan ham bilmasa, o'qishni bilmasa, qarang. Ixlos muhabbat bilan o'ziga hamroh qilsa, ya'ni tumor qilib osib yursa degani. Tumor deb ochiq aytolmaganda, biroz tortingan bo'lishi mumkin muallifimiz. Taqib yursa, o'zi bilan osib yursa, tumor qilib cho'ntagiga solib osib yursa, mol dunyoga muhtoj bo'lmasdan to'q, farovon yashaydi ekan. Mana sizlarga yolg'on va'da, mana sizlarga xom xayollarga to'ldirish. Hozir mana hayotimizda qanchadan qancha boy insonlar bor. Qanchadan qancha boy, badavlat, ishbilarmon, tadbirkor, insonlar bor. Shu insonlar boy bo'lish uchun shu Voqea surasini o'qib boy bo'lganmikan? Yoki halolligi, pokligi, yoki mehnati, yoki ilmi, izlanishi, xatti-harakati, fidokorligi, izlanishi shuni oqibatida bo'lganmikan? Ya'ni musulmonlar orasidagi boylarni nazarda tutyapman. Deylik, umuman musulmon bo'lmagan, g'ayridin yoki dinsiz insonlarning ichida katta-katta boylar bor mana dunyo miqyosida. Ular ham Voqea surasini o'qib o'tirib yoki tumor qilib taqqani uchun shunaqa boy bo'lganmi? Qolganlarga nisbatan boyroq yashashga sababligi mana shumi? Hozir Voqea surasini o'qisa shunaqa boy bo'lyaptimi? Musulmonlarning boshini yangitish shunaqa bo'ladi. Undan ko'ra, bunaqa yolg'onlarda aytgandan ko'ra, bu kitobingizga Hazrat, ey musulmonlar, yoshligida yosh farzandlaringizni, o'g'il-qizlaringizni umri behuda o'tmasligi uchun ilm o'rgating, ta'lim bo'lsin, maktab o'qishlarini yaxshi o'qisin, qo'shimcha repetitorlarga borsin, repetitsiyalar o'qisin, zamonaviy fanlarni yoshligidanoq o'zlashtirsin, halollikni, poklikni, odob axloq shunaqa narsalarni o'rgansin deb ilmga, mehnatga, kasbga, hunarga targ'ib qilishni o'rniga Voqea surasini o'qisa boy bo'laveradi. Uni o'qisa kasal bo'lmaydi. Uni o'qisa boy bo'ladi, kambag'al bo'lmaydi. Uni o'qisa birov uyga o'g'ri tushmaydi. Uni o'qisa hamma murod maqsadiga yetadi. Demak, 6 ta 8 ta duoni yoki bir 2 sahifa Qur'onni yodlab olgan bo'lsa, hamma yo'q zo'r ekanda. Hamma yo'q zo'r. Shuni bilmaganmi payg'ambar alayhissalom, boshqa payg'ambarlar, sahobalar? Bu narsalarga qanaqa qilib bu mo'min musulmonlar ishonar ekan, ishonyapti ekan? Xo'p, davom etamiz. Yomonlikdan saqlovchi sura. Qur'onning 108-surasi bo'lmish Kavsar surasi mo'minlarni yomon kishilarning dushmanligidan asraydi debdi. Shunaqa va'da beryapti. Estaizu billah. Inna a'toynakal kawsar fasolli li robbika wanhar inna shaniyaka huval abtar. Sadaqallohul azim. Ushbu qisqa oyatlardan mujassam bo'lgan bu Kavsar surasini aytyaptiki, mo'minlarni yomon kishilarning dushmanligidan asraydi deyapti. Bu ham yolg'on va'da. Buni ham izohlashga hojat yo'q. O'zingizlar fikr yursanglar bilib olasizlar. Ya'ni Janob Rasulullohning hayotiga yoki boshqa
payg'ambarlarning hayotiga, sahobalarning hayotiga solib turib, ya'ni ular Inna Atona surasini bilmaganmi? Bilsa nima uchun yomonlarning yomonligi ularga tegovurdi, zulm ko'rdi, sitam ko'rdi, boshqa qiyinchiliklarni ko'rdi. Hatto nafaqat yomonlarning yomonligidan, hatto o'lib ham ketishgan. Qanchadan qancha sahobalar o'lib ketgan. Bu ham yolg'on, buni ham asossiz. Bu va'dani Olloh bermagan, Rasululloh bermagan. Bular Alloh va Rasulining nomidan shunday qo'rqmasdan Alloh va Rasuli nomidan bu yolg'onlarni gapirib, va'da berib kitoblar yozyapti. Yolg'on. Qayerda kim aytgan buni? Ana shu Kavsar surasini nozil qilgan Robbimiz ana shu Kavsar surasini nima deyaptimi? Yo keyingi oyatda deyaptimi? Yo'q. Ular o'zlarini uydirmalaridagi yolg'onlardan iborat narsa xolos. Undan keyin farqli suralar, xo'p, tarjimalarini ham yozgan va tarjimalarini yozganda keyin maqsadlari shu, ya'ni uni o'qisa bu bo'ladi, buni o'qisa bu bo'ladi. Hech bir joyda azizlar, musulmonlar, ey so'filar, ey darvish devonalar, Allohning kitobini mana shu suralarni o'qiylik, tushunaylik, amal qilaylik, boshqalarga yetkazaylik yo'q. Suralarni yozish, yodlatirish, o'qitirishdan maqsadi faqat shunaqa dunyoviy maqsadlarga erishish uchun qandaydir manfaatlarni ko'zlagan holatda o'qishni targ'ib qilgan va shu ta'limotni qoldirishgan. Yana davom etamiz. Qarzdan qutulish uchun o'qiladigan duo. Nima emish? Allohumma kfini bi halalika an haromika waghnini bi fadlika amman siwaka duosini. Qarzga botib qolgan kishi qarzdan qutulish uchun ixlos bilan har kuni 1000 martadan bu duoni o'qib yursa, tog'dek qarzi bo'lsa ham qarzdan qutulur debdi. Bu ham yolg'on. Uni yolg'onligida hech qanday shubha yo'q. Qarzdan qutulish uchun harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak, izlanish kerak yoki o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkini sotish kerak va ana shu qarzini uzish uchun qilayotgan mehnati, kasb-kori, hunari, tijoratida Alloh taolodan adashmaslikni so'rab, muvaffaqiyat so'rab, Allohdan najot so'rab, duo qilish kerak va harakat qilish kerak. O'tirib olib buni necha marta debdi? Har kuni 1000 martadan emas, har kuni 100 ming martadan, 1 million martadan o'qing, lekin harakat qilmasangiz, chorasini qilmasangiz, osmondan yuziga pop etib qarzingiz uzadigan darajada oltin, kumush yoki bir dollar tushib qolmaydi. Bunaqa mo'min musulmonlarni xom xayollarga to'ldirishdan tiyilaylik. Yana bitta narsa, betob bo'lganda o'qiladigan duo. Qarang. Allohumma robbin nas adhibil bas ishfa anta shafi la shifa illa shifaak degan duoni keltiribdi. Tasavvur qiling, bemor bo'ldingiz. Tichingiz og'riyapti. Shu duoni o'qiyverasizmi? Oyog'ingiz sinib qoldi, o'qiyverasizmi? Davleniyaz ko'tarilib ketdi, davleniyaz tushib ketdi yoki qoningiz kamayib ketdi, gemoglobin pasayib ketdi. Yoki bir insonda belida masalan kuchli og'riq bo'ldi. Grija paydo bo'ldi. 7, 8, 10, 12 masalanda. Shu duoni qilib o'tiraverasizmi? Allohim shifo ber deb. Alloh taolo berib bo'lgan. Aql bergan, ilm bergan, fahm farosat bergan. Chora tadbir qilinadi, sababi ko'riladi va mana shu narsalar qilinayotgan chora tadbirlarni, xatti-harakatlarni, sababiyatlarni to'g'ri sababiyatlardan to'g'ri foydalanish, to'g'ri muolaja qilish va ularni foyda qilishini Allohdan so'rab, mana shu narsalarning muvaffaqiyatini Allohdan so'raladi, lekin sabablar qilinadi. Shunchalik ya'ni tor doirada yozilganki, hech bir to'g'ri yo'nalish ko'rsatilmayapti. Kasal bo'lsangiz, qanday bemor bo'lsangiz, aynan ana shu kasallikni yaxshi biladigan mutaxassisga murojaat qilasiz, aytganiga amal qilasiz, parhez desa parhez, dori-darmon yozib bersa, shu muolajalarni o'z vaqtida qilasiz, doktorning aytganiga amal qilasiz, buzmaysiz va shu qatorda shu duoni ham o'qib yursangiz yaxshi bo'ladi deganda boshqacha bo'lardi. Yo'q. Qarz olib qolsangiz bu duoni o'qing. Kasal bo'lib qolsangiz buni o'qing. Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, boshingizga shu yomg'ir tushmasdan qup-quruq ketish uchun shuni o'qing. Hozir qaysi inson shunaqa qiladi? Kim ishonadi bu gaplarga? Aqlli inson nima qiladi hozir? Yomg'ir yog'yaptimi, ustim ho'l bo'lmasin desa, zont yog'ib oladi, tamom.
asrab avaylasa uzoq yillar mobaynida ust boshini hurqmasdan zondiydan foydalanib, soyabondan foydalanib ketaveradi. Bunaqa g'ayritabiiy holatlarni men ko'rsatvoraman deb bunaqa bir umr o'qing, Allohning qonunini, tabiatini o'zgartira olmaysiz. Xo'p, tahoratdan keyin o'qiladigan duo, Laylatul qadr kechasi o'qiladigan duo, ovqatlangandan keyin o'qiladigan duo, yotganda o'qiladigan, turganda, hojatdan chiqqanda, hojatga kirishda, er-xotin yaqinlashganda o'qiladigan duo, uyg'onilgan duo, unaqa duo, bunaqa duo, mayli, bularga ham to'xtalmaymiz. Suhbatimiz uzoq ketmasin. Eng asosiy qismlarga to'xtalamiz xolos. Xo'p, endi avval Alloh taoloning oyatlarini, mana shunaqa moddiy va jismoniy manfaatlar uchun shunaqa bir buyum sifatida foydalanishgan edi va buning uchun turli salovatlar uydirishgan edi. Endi esa Alloh taoloning ismlarini mana shunaqa turli kasalliklarni davolashdagi bir anjom sifatida, bir uslub sifatida foydalanishga o'tibdi. Alloh taoloning go'zal ismlari degan bo'limdan boshlayapmiz. Alloh taoloning 99 ta ismini sanab o'tgandan keyin nima deyapti? Shvetsariyalik ilohiyotshunos olim doktor Ibrohim Karimning tadqiqotlari natijasi bilan Alloh taoloning go'zal ismlarini jadvalda ko'rsatilgan miqdorda zikr qilish orqali quyidagi kasalliklardan xoli bo'lish isbotlangan deyapti. Da'voni qarang. Nima emish? Alloh taoloning go'zal ismlarini jadvalda ko'rsatilgan miqdorda zikr qilish orqali quyidagi kasalliklardan xoli bo'lish isbotlanibdi. Kimi qulog'i og'risa, As-Sami, Allohning As-Sami ismini 211 marta o'qisa, quloq tuzalib qolar ekan. Kimi umurtqasida shikoyati bo'lsa, Al-Jabbor ismini 237 marta o'qisa, umurtqasi tuzalar ekan. Kimi sochida muammosi bo'lsa, sochi oqarib ketganmi, soch to'kilyaptimi, sochida muammo bo'lsa, Al-Badi deb 117 marta aytsa, sochi chiqib ketar ekan yoki sochi oqargan bo'lsa, qorayib ketadi. Men shunaqa. Mushaklarda muammo bo'lsa, kasallik bo'lsa, Al-Qoviyni 147 marta aytsa, tuzalar ekan. Yurak mushaklari, yuragi og'riydigan inson Ar-Razzoq desni 339 marta aytsa, yurak tuzalar ekan. Arteriya va venada kasalliklar bo'lsa, shu bilan bog'liq. Al-Jabborni 237 marta aytsa, bu ham tuzalar ekan. Insonni burunda kasalligi bo'lsa, Al-Latif, Al-G'oniy, Ar-Rohim. Qarang, Al-Latifni 16 marta, Al-G'oniyni 1091, Ar-Rohimni 289 marta o'qisa, burni tuzalar ekan. Insonning suvaklariga bog'liq kasalligi bo'lsa, An-Nafi' ismini 232 marta aytsa, suvagi tuzalar ekan. Tizzasini ko'zida muammo bo'lsa, Ar-Rauf 318 marta aytsa, tizzasi. Yurak arteriyasi Al-Vahhob 45 marta. Asab tizimida kasali bo'lsa, Al-Mughni 1131 marta. Boshi og'risa, boshida bir kasallik bo'lsa, Al-G'oniy 1091 marta. Ko'z og'risa, An-Nur 287 marta, Al-Basir 333, Al-Vahhob 45 marta. Halqonsimon bezda kasal bo'lsa, Al-Jabbor 237 marta. Oshqozonda kasallik bo'lsa, Ar-Razzoq 379. Buyrak og'rigan odam Al-Hayyuni 49 marta. Ichagida kasallik bor odam As-Sabur 329 marta. Oshqozon osti bezi diabet kasalligiga uchragan inson Al-Bari 245 marta o'qisa tuzalar ekan. Bepushtlik, matka Al-Xoliq 762 marta. Revmatizm Al-Muhaymin 176 marta. Halqonsimon bez, zob, yod tanqisligi uchun Al-Qoviy 147 marta. Ko'z nervi Az-Zohir 1137 marta. Yuqori qon bosimi bo'lsa Al-Hafiz 1512 marta. Son, ya'ni insonning son a'zosida kasallik bo'lsa Ar-Rofi' 283 marta. Ko'z kapillyalari Al-Mutaali
2 marta. Yo'g'on ichakning ko'r ichakdan to'g'ri ichakgacha bo'lgan qismida kasallik bo'lsa, Ar-Rauf 318 marta. Jigari og'riydigan odam An-Nafiyda 232 marta o'qisa, jigar tuzalib qolar ekan. Prostatit, voy, tavba. Prostatit kasalligi bor odam Ar-Rashid, Allohning Ar-Rashid degan ismini 545 marta o'qisa, prostatit tuzalar ekan. Ya. Kista lipoma An-Nafiy 232. Buyrak yetishmovchiligi mochovoy uzr debdi. Al-Hodiy 51 marta. G'uddasimon bez, shishka, vetnaya железо deyilar ekan. Al-Hodiy 51 marta. O'pka kasalligiga uchragan insonlar Ar-Razzoq 339 marta. Qarang, bu yetmayapti yana. Bu yolg'onlar, bu yolg'on iddaolar yetmagandek davomini qarang. Shunga o'xshash dardlarga chalingan kimsalar shifo topishni istasalar, muallifga murojaat qilishlari mumkin. Chunki Alloh taoloning go'zal ismlarini aytish, talaffuz etish yo'llarini o'rganishlari va ruxsat olishlari lozim. Ya'ni bu narsalarni mana shunday yozilgan jadval bo'yicha shifo topish uchun muallifdan o'rganishi va ruxsat olishlari lozim ekan. Manzilimiz ma'lum deb yozib qo'yibdi. Ya'ni insonlar so'nggi kunlarda haligi Qo'qondagi tabibni rosa gapiryapti-ku, bormi og'riq deb. Bu hech narsa emas ekan, bu bormi og'riq degani. Hamma yerda chakana kasalliklarni Alloh taoloning ismini 245, 176 yoki 51 martadan o'qib, har turli kasallikni shunday silamasdan, kuflamasdan tuzalishiga salkam garantiya berar ekan insonlar bor ekan. Bu ham bo'lsa bu nomidan. Astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. Yana Alloh taoloning mana shu 99 ta ismini ma'nolarini ham yozib qo'yibdi. Yaxshi, ma'nolarini yozib qo'ysin, lekin bunaqa Alloh nomidan yolg'on gapirib, Allohning nomini, ismlarini, sifatlarini masxara qilib, mazax qilib qilish to'g'ri emas. Insonlarni iymoni bilan o'ynashish, aqli bilan o'ynashish, ularni kalaka qilish bu yaxshi narsa emas. Yaxshi narsa emas. Mana shu narsalarni yozayotgan insonlar o'zlari bemor bo'lsa, mana shunga amal qilarmikin yoki chopqillab shifoxonaga borarmikin? Ya'ni o'zlari amal qilmaydigan, o'zlari ishonmaydigan narsalarni nima uchun insonlarga targ'ib qiladi? Yo'pirtirib, mubolag'a qilib, qaydayu yolg'on narsalar bilan kitobni to'ldirib, boshiga, oxiriga Allohning so'zlaridan biri misollar, iqtiboslar keltirsak, mo'min musulmonlar ishonaveradi deb turib, ichini yolg'onga to'ldirib, maqsad pul topish bo'lsa, endi bu boshqa. Allohning rizoligini topish bo'lsa, bu bunaqa narsalardan tiyilish kerak, bas qilish kerak. Nomini chiroyli yozib olib, dilbayor, dastbekor, buyog'i duoda shirk, amallar shirk, harakat yo'q, amal yo'q, izlanish yo'q. Uni o'qisang bu bo'ladi, buni o'qisang bu bo'ladi. Emas ekan u. Bir insondan $500 ming qarzi olinadi. Tuzish uchun hech harakat qilinmaydi, yeb yuborilaveradi, lekin duoda o'qib yotilaveradi. Javobgarligi bor. Bu Hazrat aytgandek duo qabul bo'lmay qolib, qarz uzilmasa nima bo'ladi endi? Kim javob beradi? 30 yil shu duoda o'qidi, ana uzilib qolar, Xudoyim shu bir amallab o'zi uzib yuborar. Shu pirimizni gaplari bor-u, shayximizni shu kitoblarida yozilgan-u deb turib amal qildi shu narsalarga. 30 yil duo qildi, bo'lmadi. O'lib ham qoldi inson. Kim javob beradi endi? Shunaqa gaplar. Ya'ni tariqat va tasavvuf bir shiori chiroyli bo'lishi mumkin. Insonlarni go'zallikka, axloqqa, halol poklikka chaqiryapmiz deyish mumkin. Lekin ichki ta'limotlarni ko'rsangiz, mana shunaqa. Yolg'on, xurofot, bid'at, shirk, asossiz uydirma narsalar. Deyarli barcha narsa shunaqa. Xo'p, mana shu joyda to'xtatamiz. Keyingi suhbatimizda inshaalloh muqaddas kun va oylarda qilinadigan amallar, duolar va yana namozga aloqador bir qancha hukmlar bilan
Mana shu 4-suhbatimizda bu kitobni tahlilini tugatamiz. Keyin esa sizlar bilan tariqat va tasavvufdagi mashhur so'filarning karomatlari va ularni naqadar ilohlik darajasiga olib chiqilganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Azizlar, sog'-salomat bo'linglar. Alloh ilmimizni ziyoda qilsin, yurtimizni tinch qilsin. Allohning kitobiga amal qilib, uni to'g'ri tushunib, boshqalarga ham yetkazishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.